Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Tafakkur intellektual o'yinlarining 2-mavsumi birinchi ko'rsatuvini boshlaymiz. Demak, bugungi o'yinda asakalik Mamajonovlar oilasi ishtirok etadi. Jamoa a'zolari bilan tanishtirib o'taman. Davlatbek G'anijonov, Marjonaxon G'anijonova, Dilshodbek G'anijonov, Muattaroy G'anijonova, Saboxon Mamajonova hamda oila boshlig'i, jamoa sardori Nabijon aka Mamajonov. Ko'rsatuvga xush kelibsizlar. Tafakkur intellektual ko'rsatuvida ko'p bor boshqa jamoalar sharafini himoya qilgan Dilshodbekka yuzlanmoqchiman. Dilshodbek mana shu zakovat intellektual o'yinlarida oilaviy jamoa sifatida qanchadan beri ishtirok etib kelyapsizlar? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Biz to'liq oilaviy tarkib bilan 5 yildan beri ishtirok etyapmiz. Yaqinda o'tgan yil oilamiz to'liq tarkib bo'lgani uchun endi mana Andijon televideniyasi taklif qildi. O'yinlarimizni televideniyadan boshlayapmiz. Nabijon aka, bu oilaviy jamoani tuzish qiyin bo'lmadimi? Oilaviy jamoani tuzish qiyin bo'lmadi. Chunki ikkala farzandim ham oliy ma'lumotli bo'lganligi uchun, zakovat intellektual o'yinlarga qiziqqanligi uchun mana kelinlarim ham, mana turmush o'rtog'im ham o'zimizda ham qiziqish uyg'ondida, hech qanaqa bizda qiyinchilik bo'lgani yo'q. Demak, kelinlar ham oliy ma'lumotli. Oliy ma'lumotli. Oilaviy oliy ma'lumotlisizlar o'zingizlar. Oilaviy oliy ma'lumotli. Men nazarimda Saboxon opa maktabda, umumta'lim maktabda dars bersangiz kerak, shundaymi? Men Asaka tuman ko'zoldi jamiyati raisiman. Demak, o'yin shartlari bilan tanishtirib o'taman. Muxlislar tomonidan kelgan 12 ta savol saralab olganmiz. Sizlarga mana shu 12 ta savolni jamoa sardori sifatida Nabijon aka tanlaysiz. Siz tanlagan raqam ostidagi savol o'qib eshittiriladi va 1 daqiqa beriladi. Bundan tashqari, tafakkur intellektual o'yinlarining qoidasiga binoan 1 daqiqa bonusga egasizlar. Qaysidir bir savolga muddatidan oldin javob bersanglar, sizlar yana 1 daqiqa qo'shimcha bonusga ega bo'lib borasizlar. Demak, o'yinni boshlaymiz. Nabijon aka, sizga yuzlanmoqchiman. Birinchi raundga qaysi raqam ostidagi savolni tanlaysizlar? Birinchi raund uchun 3-raqam ostidagi savol tanlaymiz. 3-raqam ostidagi savolni Adhamjon Qo'ziboyev Samarqand viloyatidan yuborgan. Oybekning bolalik xotiralari asarida bahor kelganida bolalarning asosiy o'yini tomma-tom yugurib varrak uchirish ekanligi aytilgan. Shu joyda yozuvchi bir detalga e'tibor qaratgan. Ayrim tomlarda turli mayin o'tlar, gullar ko'pligini aytib o'tgan. Diqqat savol. Qanday tomlarda bahorda o't, o'lan va gullar ko'p bo'lgan? Vaqt ketdi. Nima qaymoq sumalak qilishmoqchi emasmi hech qil bahorda? Hali nima qilib qo'yishadi-yu? Urug' nima deydi? Bug'doy undirishadi-yu, shunaqa emasmi? Loy bilan Bug'doy undiriladi, o'tlar. avval shunaqa bo'lgan. Tomda. Ba'zilar uchirib, momoqaymoqlar terib degan joylar. Shifadan boshqadan bo'lsa, kambag'al odamlar uylari просто loy bosib qo'ygan. Endi kambag'al oila demaylik, kam ta'minlangan oila deydi. Kambag'al oilalar. Lekin avval hammasi shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Aniq tomdan olasiz. Loy bosilgan. O'tgan asrda o'rtalarida Shunda bug'doy undirgan. loy bosilgan xolos, ustiga shifar boshqa qilinmagan. O'sha menimcha kam Shifr qilinmaganmi? bo'lgan. Bolaligida. Tomga chiqib ham tushgan. Maysalar, o'tlar o'sirgan, shu bahor oylarida o'sha tomlarda yurib yurishgan bolalar. Mayin o'tlar. Nima tushsa kerak barmi aytgan narsa? Qaysidir asardan Sumalak qilishmoqchi bo'ldim, bug'doy undirilyapti. O'stirilyapti. Shu ham yaxshi variant lekin. faqat tomga qarayapmiz. Ba'zi ayrim deyapti. Ayrim deyapti. Yo'q, o'tlar deyapti. Ko'p mayin o'tlar. Maysa emas endi bo'ldi. Sizlarga ajratilgan 1 daqiqa yakuniga yetdi.
muhokamalarni to'xtatamiz. Nabijon aka, farzandlaringizdan qaysi biri javob beradi? Birinchi savolimizga javobni Davlatbek o'g'lim javob beradi. Meni fikrimcha, u davrda hamma odamlar boy bo'lmagan, kambag'alroq odamlarning uyi tomi shifr bilan yopilmagan, loyda o'zi bosilgan bo'lsa, shunday uylarda ustida maysali o'tlar bo'lgan. Javobingiz qabul qildim. Tomma-tom yugurib, deyarli hamma uylarda shifr yopilmagan. Oybekni tug'ilgan yilini va ijod qilgan yillarni hisobga olish kerak edi. 1905-yilda tug'ilgan. 20 yoshdan asosiy ijodga kirgan bo'lsa ham, demak 1925-yil 30-yillar. O'sha yerda tomma-tom yugurib varrak uchirish ekanligi aytilgan. Shu joyda yozuvchi bir detalga e'tibor qaratgan. Ayrim tomlarda turli mayin o'tlar, gullar ko'pligi aytib o'tilgan. Hech qaysi tomda shifr bo'lmagan, faqatgina bu yerda javob qanday tomlarda bahorda o't, o'lan va gullar ko'p bo'lgan degan savol berilyapti. Ya'ni kuzda suvalmagan tomlarda o't, o'lanlar ko'p bo'lgan. Hisob 1-0 muxlislar foydasiga. Bizda ikkinchi raund. Nabijon aka qaysi raqam ostidagi savol tanlaysiz? Birinchi raqam ostidagi savol tanlaymiz. Birinchi raqam ostidagi savolda Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Dilshoda Zokirova yuborgan bu muxlisimiz keyingi paytlarda juda faol va ajoyib savollar yubormoqda. Demak, diqqat bilan eshitinglar. U ekilmaydi, ammo gullaydi. Rassom chizmaydi, ammo atrofni rang-barang bezaydi. Uning eng go'zal lahzasi esa aynan o'zini yuzlab bo'laklarga ajratgan oniga to'g'ri keladi. Umri atigi bir necha soniya bo'lsa-da, minglab odamlar uning ochilishini intiqlik bilan kutadi. U yo'qolishi bilan bir lahzada xotiraga aylanadi. Diqqat, savol. Bu nima? Vaqt ketdi. Momaqaymoq emas. Hali ekilmaydi, bahorda o'z-o'zi chiqadi. 100 ta bo'lagi uchib ketadi. Momaqaymoq nomi. Oq bo'lchasi. Eng go'zal lahzasi bo'ladi. Yuzlab bo'lak tashlab ketadi. Kaktus kelganda u ekiladi. Momaqaymoq. Yo'q. Gullaydi, u o'simlikda. Zatura. Aytavering. Yaxshiroq bir yana o'rganib topmaganlar. Endi sizlarga ajratilgan 1 daqiqa yakuniga yetdi. Javobni kimdan eshitamiz? Javobni Muattora qizimizdan eshitamiz. Muattora, qani? Biz kelishgan holda momaqaymoqqa to'xtaldik. Ekilmaydi, gullaydi. Shu variant keldi. Sizlarning nazaringlarda javob Momaqaymoq. Ekilmaydi, gullaydi. Rassom chizmaydi, ammo atrofni rang-barang bezaydi. Uning eng go'zal lahzasi esa aynan o'zini yuzlab bo'laklarga ajratgan oniga to'g'ri keladi. Umri atigi bir necha soniya bo'lsa-da, bu esa sizlar aytganday momaqaymoq emas, balki mushak edi. Ya'ni salyut. Hisob 2-0. Bizda keyingi raund. 3-raundga 5-raqamli savol. 5-raqam ostidagi savolda Gulnoza Tursunova Jalaquduq tumanidan yuborgan. Nabijon aka, ispan yozuvchilarini taniysizmi? Asarlarini o'qiganmisiz?
Ko'proq o'zimizni dramaturgiya o'qituvida Ispaniyalik yozuvchi, jurnalist va madaniyat arbobi Ramon Gomez de la Serna degan ijodkor bo'lgan. Shuni asarlarida o'xshatishlar, qiyoslashlar juda ko'p uchraydi. Demak, savolni o'qib eshitiraman. Ispan yozuvchisi, jurnalisti va madaniyat arbobi Ramon Gomez de la Serna nimani farishta va ilonning farzandi deb atagan? Vaqt ketdi. Farishta va ilon farzandi. Nima? Jonzotda qanaqadir mana jonzotda qidiraylik. Qanoti bor, farishtaning qanoti bor. Farishta oq qanoti bor, ilonga o'xshagan nima? Ingichka. Farishta qanoti bor. Oq. Ispan yozuvchilariga boramiz. Madaniyat, Ispaniya madaniyati. Ya, madaniyat Qaysidir qanaqa roman sevdi. Yozuvchi xohlagan narsani tasvirlaydi bu yerda. Madaniyat. Oq qanoti bor, ingichka, oq qush. Yana qanaqa variant bor? Farishta Ha, bilan shuralar. ilonga. Yo, ingichka masalan. Farishta bilan ilonni qo'shishimiz kerak. Ha, va yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Bu narsada qora oq qush yoki oq qushni Ilonga o'zida o'xshab chaqishi mumkin. Farishtaga o'xshab. ilonga o'xshab anaqa qiliqlari bor. Ilonga o'xshab chaqishi mumkin. Ilonni haligi bunaqa o'ynaydi-yu. Zahri bor. U ham shunaqa o'qishdan shuni o'ynaydi. Rasam deb chiqmagan. Shunaqa nimasi bor-ku, sevganiga anaqa harakat qiladigan qilig'i bor. Ilon shunaqa Balet Ilonda aytyapti-ku, boshqa. Balet. jonzot. Jonzot. Uni Bir deyapti, bir jonzot. daqiqa kuniga yetdi. Muhokamalarni to'xtatamiz. Nabijon aka, javob kimdan eshitamiz? Javobni Dilshodbekdan eshitamiz. Bizning fikrimizcha, endi farishtani oq, qanoti bor tasavvur qilamiz, ko'proq hozir oqish varianti keldi. Javob shu bo'lishi mumkin. Sizlarning nazariylarda oqqush. Ramon Gomez de la Serna farishta va ilonning farzandi deb oqqushni aytadi. Hisob 2-1. Nabijon aka kayfiyat ko'tarildimi? Kayfiyat ko'tarildi. Kayfiyat ko'tarildi, motivatsiya ham paydo bo'ldi. O'zi yutisiga gapga ko'tarilaveradi. Mana turnirlarda ishtirok etgan ekansizlar. Oilaviy turnirlarmidi bu? Intellektual o'yinlarda oilaviy ko'p ishtirok etganmiz. Mana yaqinda prezidentimizni 5 tashabbusi loyihasida tashkillashtirilgan mahallalarimizda Zakovat intellekt o'yini o'tkazildi. Shunda biz Asaka tumanida oilamiz faxrli 2-o'rinda oldik. Viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Demak, bugungi o'yin ana shu musobaqaga tayyorgarlik bosqichi ham bo'lishi mumkin. Tayyorgarlik vositasini o'tab beradi bu. Mana shu o'yinimiz. Demak, bizda 4-raund. 4-raundga qaysi raqam ostidagi savol tanlaymiz? 4-raundga 6-raqamli savolni tanlaymiz. 6-raqam ostidagi savolda Fazilat Safarova yuborgan. Yaqinda bir kompaniya tabiatni asrash bo'yicha plakat chiqarib berishga buyurtma oldi. 3 xil hayvon namuna uchun tanlandi va bir-biriga o'xshash 3 plakat tayyorlandi. Birinchi plakatda yaqinda qo'ylarni faqat u yerda ko'rish mumkin. Ikkinchi plakatda yaqinda sherlarni faqat u yerda ko'rish mumkin. Uchinchisida yaqinda ayiqlarni faqat u yerda ko'rish mumkin deb yozilgan edi. Diqqat savol. Ularni qayerda ko'rish mumkinligini bir so'zda aytib beringlar. Vaqt ketdi. Zoopark, Hayvonot bog'i. qizil kitob yoki zoopark. Multfilm. Tabiat tasviri zoopark yoki Tabiat qizil kitob. Zooparkda siz oddiy bo'lib qolasiz. Chizilgan Zoopark bo'ladi. Plakatda chizilishi kerak. Plakatda chizilyapti. Qo'ylarni yoki Lekin sherlarni yoki ayiqlarni. Qayerda bitta jamlanishi mumkin. Qizil kitobmi? Yo'q. Zoopark bor, qizil kitob bor. Bu qizil kitobga noyob Zoopark qaror tipa beradi. zoopark. Yo'q, zoopark. Ayiqlar ham zoopark chayu. Ayiqlar ham zoopark. Televideniya ham qanaqadir. Qayerda? qiya deyapti. Bundan xabar yo'q lekin. Yaqinda Chet el kompaniyasi plakat etdi. Televideniya, zoopark, yana nima bor? Zoopark oddiy narsa. Kitob, Zoopark hammani kalasida. Qanaqadir joyda aytyaptimi? Telefon, nimasi, Tog'larda desang ham yoki bo'lmaydi. shaharmi? qaysi filmda shu uchovi qatnashmaganmi? reklama, Sher. reklama bannerlari, qanaqadir
nima O'yinchoqlari desanglar nima bo'ladi? Vaqt yakuniga yetdi, muhokamalarni to'xtatamiz. Bu savolga javobni Mardona qizimiz javob beradi. Zoopark variantda to'xtadik biz. To'g'ri. Xo'p. Zoopark sizlarda fikringlarcha hayvonot bog'i, ya'ni. Xo'p, yaqinda qo'ylarni faqat u yerda ko'rish mumkin. Yaqinda sherlarni faqat u yerda ko'rish mumkin. Yaqinda ayiqlarni faqat u yerda ko'rish mumkin deb yozilgan. Bu yerda ularni qayerda ko'rish mumkinligini bir so'zda aytib beringlar. Bu sizlar aytgandek zoopark emas, balki osmon edi. Osmonda. Ya'ni bu qo'ylar, sherlar, ayiqlar, yulduzlar turkumida. Uchubil. Bizda variant. Bizda keyingi raund. 5-raundga yetib keldik. 8-raqamli savoldi. 8-raqam ostidagi savolni tafakkur intellektual o'yinlarni ko'rib borasizlarmi? ko'rib olamiz. Dilshodbek kim yuborgan deb o'ylaysiz? Anjani bolalar Nuriddin aka ko'proq savol jo'natadi. Muallif topdingiz, endi javobini topishga harakat qilib ko'rasiz. 8-savol muallifi Nuriddin Boymatov. Fransuz mutafakkiri Charles Louis Montesquieu o'zining qonunlar haqidagi risolasida shunday yozadi. Agarda tabiat qonunlari inson tanasiga ta'sir etmaganida edi, insoniyat tarixidagi eng buyuk imperiyalar balki hech qachon qulamas edi. Bu o'rinda har qanday qudratli hukmdor ham vaqt o'tishi bilan keksayishi, kasal bo'lishi va jismonan ojizlashib, imperiyani boshqara olmay qolishi nazarda tutgan. Alisher Navoiy ham o'zining mashhur Saddi Iskandariy dostonida xuddi shu haqiqatga, ya'ni inson tanasining vaqt oldidagi ojizligiga alohida to'xtaladi. Dostonda Iskandarning jahonni titratgan qudrati fonida inson ojizligini ko'rsatish uchun bir ramziy epizod keltiradi. Unda Iskandarning saroy tabibi hukmdorning ko'z o'ngida bir narsani sindiradi va shu orqali unga siz dunyoni zabt etgan bo'lsangiz ham mana shu matoh kabi oson sinuvchisiz demoqchi bo'ladi. Diqqat savol, Navoiy asarida tabib Iskandarning mag'rurligini tushirish va uning jismoniy ojizligini ko'rsatish uchun aynan nimani sindirgan edi? Vaqt ketdi. Eng oddiy narsa nima? Sohotmas. Suv idishmi? Qalamni sindirib yuborganmi? Saroy tabibi qilyapti endi bu ishni. Stakan suv, oyna bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Oyna Stol ustida turadigan qanaqadir. Ko'zgumi, stol ustida nima bor? Sinadigan narsa. Shoxda saroyda bor narsa ham bo'lishi kerak. Demak, yaqinroq. Ko'zgu shunchalik ham emas. Tiklab bo'lmaydi deyapti. Tiklamaydi. Shoxini Ko'proq sindirib, ko'zgu ko'rsatgan bo'lishi mumkin. O'sib ketyapti bu daraxt. Lekin sinadi, qachondir sinadi. Saroyda aytyapti lekin. Saroyda qilyapti u Saroyning ishni. ichida. Shishani Tabib qilyapti. Tabibda nima bor? Tabibda ko'z Alisher Navoiyga ham to'xtaylik. Alisher Navoiy haqida ketyapti. Navoiyda Iskandariyda qalam yo'q, hali siyoh deydi, siyoh. Qalam yo'q paytda. eng buyuk Siyoh. Vaqt yakuniga yetdi, muhokamalarni to'xtatamiz. Testiga qolyapti. 1 minut. Saboxon opa, muhokamalarni to'xtatamiz. Vaqt yakuniga yetdi. Javobni kimdan eshitamiz? Javobni Dilshodbekdan eshitamiz. Har xil variantlar keldi bizda. Ko'proq endi sinadi deyilayotganga biz ko'zgu variantini bera qolaylik. Ko'zgu varianti. Muallifini topdingiz-u, javobni ham topdingiz. Haqiqatan ham javob ko'zgu edi. Xo'p, bizda 6-raund. 6-raundga mayli 10-raqamli savolga. 10-raqam ostidagi savolni Jahongir Abdullayev Andijon tumanidan yuborgan. Hindistonlik aktyor
Amirxon xayriya qilishning o'ziga xos usulini o'ylab topgan. U bundan bir necha yillar avval atigi 1 kilogramm un tarqatilishini e'lon qiladi. Xabarni eshitgan ko'pchilik bunday sovg'aga vaqt sarflashning hojati yo'q deb o'ylab kelishmaydi. Ammo kelganlar faqat 1 kilogramm unga emas, qop ichiga yashiringan 15,000 rupiyaga ham ega bo'lishadi. Mutaxassislar hozirgacha Amirxonning mazkur xayriyasini eng samarali usul sifatida misol qilib keltirishadi. Diqqat savol. U nimasi bilan eng samarali usul edi? Vaqt oldi deb. O'sha bir kilo vaqt oldi. muhtoj odamlar. Ha, bo'lmasa shunaqa. Men ham shunday demoqchiman. Muhtojlik. Hali haqiqiy muhtoj odamlar keladi. Boradi, yerimay boradi. O'zimizda mana bunaqa narsa ko'p kuzataman o'zimda. Iqtisodlab ko'p qilganimiz uchun jamiyatimizda muhtoj odam qancha pul sarflab bo'lsa ham keladi, yo'l kira qilib, vaqt topib keladi. Unga Muhtoj emas odam tarqatib yuboradi, kerak emas. ha, men e'lon qilgan bo'lsa ham bormagan, va 1 kilo un ekanu deyapti xolos. 2 kilo piyoz bo'lsa. O'sha unni ichiga pulni bekitib qo'yganda, u pul borligini bilganda muhtojlar bormasdi, lekin Indamas. To'g'ri nima qilasiz? Hamma borib olardi unda. Aynan muhtoj qancha yo'l nima bo'lsa ham, sarflab bo'lsa ham keladi-da. Sizda ham shunday bo'ladi-ku ko'p. Uzoq qoling. Kerakligi uchun. Tumanni chekka-chekkasidan baribir keladi. O'zgina narsaga ham keladi. Yo'q beraman desangiz keladi. Unda yo'q. Unda yo'q-da, to'g'ri ayting. nima deb beradi? Ashunda, to'g'ri-da. Ashunda Sababi endi shu to'liq tushuntirib berasiz. Nima javob berasiz? Shunga muhtojlik uchun keladi. Ha, to'g'ri. Vaqt yakuniga yetdi. Nabijon aka, javob kimdan eshitamiz? Javobni oilamizning bekasi Saboxondan eshitamiz. Endi men o'zim tajribamdan kelib chiqdi. Bizning jamiyatimizda ham bunaqa narsalar ko'p tarqatiladi. Muhtoj odam kattami, kichigimi, ozmi, ko'pmi o'shani bersa keladi. O'ziga masalan zarur emas odam unda 1 kilo unga kerak emas deb kelmaydi. Muhtoj odam keladi. Shundan Javobingizni qabul qildim. Javob xayriya tasodifiy oluvchilarga emas, haqiqiy muhtoj kishilarga yetib borgani bilan samarali bo'lgan. Hisob 3-3. ketadi. Xo'p, 7-raundga yetib keldik. Mana shu burilish nuqtasi bo'ladi ko'p hollarda. 7-raundda biz 12-raqamli savol tanladik. 12-raqam ostidagi savolni Fazliddin Tohirov Shahrixon tumanidan o'tgan safar final o'yinida mana shu 7 savoli eng yaxshi savollardan biri sifatida e'lon qilingan. Ikki jamoa ham topa olmagan. Demak, diqqat bilan eshitinglar. Fransiyaning shimolidagi Britan viloyatida yashovchi baliqchilar asrlar davomida dengizga chiqqanlarida kiyish uchun o'zlariga maxsus matodan liboslar to'qishgan. Ya'ni jemperga o'xshagan liboslar to'qishgan. U kiyimlarda aniq ketma-ketlikda joylashgan 21 ta ko'k chiziq bo'lishi qat'iy qoida sifatida kiritilgan. Bu raqam baliqchilarning omadi yoki irim-sirimlari bilan bog'liq bo'lmagan. Chiziqlarning aynan 21 ta bo'lishi harbiy, tarixiy mantiqqa ega. 21 ta chiziq Napoleonning 21 ta g'alabasiga ishora. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi esa juda oddiy, hayotiy xavfsizlik vazifasini bajargan. Diqqat savol, kiyimlardagi o'ziga xos bo'lgan o'sha yo'l dizaynni dengizda qanday hayotiy vazifani bajargan? Vaqt ketdi. Ikkita variant bor. Bittasi u to'qilgan iplardan baliq tutishi mumkin. O'zini to'g'ri yo'qolib qolsa, boshqa bo'lsa, baliq tutsa bo'ladi. Ikkinchisi yo'qolib qolsa, to'qnashuv bo'lsa, boshqa bo'lsa, janglarda bo'lsa, o'zini insonini tanib olish uchun, mana shu kiyimdagi o'zini xo'jayini boshqasini bilish uchun qaytib kelganda.
Baliqchilar xolos, bu yerda baliqchilar xolos. Baliqchilar olga ketyapti. 21 ta qanaqadir nimani bildirmadim, o'shasi 21. Bitta a'zoni nima Ikkitasini aytdi, uchinchisi. Sababi xavfsizlik tomonidan sabab topishimiz kerak. xavfsizlik shu bor. O'zini Odam organizmi 21 ta a'zosi bormikin deb. Kiyim to'qib bergan ayollari baliqchilarga. To'qigan qara, qo'liga, oyog'iga, boshiga, ko'ziga, qulog'iga degan. Ustiga bitta jempir to'qigan xolos. Ha, jimpat. O'shandagi belgini aytdi. Libos. Yana bitta sababi kerak bizga. 21 bilan bildiraman, kimdir eshitgan 21. Fransiya 21. Fransiyaga yo'q. Vaqt yakuniga yetdi. Muhokamalarni to'xtatamiz. Navjon aka, javob kimdan eshitamiz? Javobni Davlatbekdan eshitamiz. Qani marhamat Davlatbek. U paytda dengizda xavfli qaroqchilar yo boshqa davlatda armiyalari bo'lgan. Shundan kelib chiqib, u baliqchilar Fransiyaga tegishliligini bilish uchun u ustidagi kiyimlarida ajralib turgan. Boshqa davlatlar bo'lsa hujum qiladi. Agar o'zini do'stona davlatlari yoki Fransiyaning o'zini armiyalari bo'lsa, ularga hujum qilmaydi. Shuni hisobga olib, bir xilda ko'k chiziqli kiyim kiyishgan. Javobingizni qabul qildim. Bu kiyimlarda aniq ketma-ketlikda joylashgan 21 ta ko'k chiziq bo'lishi qat'iy qoida hisoblangan. 21 ta ko'k chiziq. Ya'ni futbolkada yoki jemperda shu chiziq bo'lishi shart bo'lgan. Birinchi sababi aytildi. Napoleonda bir 21 ta g'alabasiga ishora edi. Ikkinchi sababi siz butunlay boshqa tomonga chalg'ib ketdingiz. Bu hayotiy sabab esa dengizga tushib ketgan odamni tezda topib olish uchun edi. Hisob 4-3. Bilasiz, dengizdagi suv ko'piklanganda oq rangga kirib ketadi. Ya'ni o'sha kemani atrofida tushib ketganda baribir kemani atrofi oq rangda bo'ladi. Ko'piklanganda oq rangga kiradi. O'sha suvga tushib ketgan dengizchini qutqarib olish uchun aynan mana shu ko'k rang ularga belgi berib turgan. Demak, bizda keyingi raund 8-raund. 8-raundga 7-raqamli savol. 7-raqam ostidagi savol. Feruza Tojiboyeva Andijon tumanidan. Marokashdagi Ant Ben Haddu qo'rg'oni Burunda joylashgan. Uni boshqa joylarda tog'dan oqib tushadigan daryocha ajratib turadi. Qo'rg'onga borish uchun suvdan kechib o'tishga to'g'ri keladi. Buning uchun esa oddiy transport vositasi kerak. Aholi esa bir necha bor bu daryochaga ko'prik qurishga harakat qilib ko'rdi. Lekin bir toifa insonlar bunga jiddiy qarshilik ko'rsatib kelishmoqda. Diqqat savol, 1 daqiqadan keyin o'sha insonlar kimlar ekanligini aytib berishingiz kerak. Vaqt ketdi. Nima uchun ular Ko'prik qurilishiga qarshi. Tog'da daryo suv oqar ekan, pastga o'sha ko'prik qurmoqchi bo'lsa, kimdir qarshilik qilyapti. nima uchun? Hokimiyatmi yo bir mahalla nimalarimi? Mahalliy kimlardirmi? Suvdan kimdir foydalanadi? Marokashda ham e'tibor Kimdir bering. foyda ko'ryapti-da ular. Kimdir foyda ko'ryapti, haligi shu ko'prik bo'lmasligidan foyda ko'ryapti kimdir. Narigi tomonga o'tish ularga zarar. Ularga, shu ko'prikda oson o'tib olish zarar qolganlarga. Hayvonlar. Transport vositasini ishlatadiganlar Hayvonlar. yoki ko'prik bo'lsa Qunduzlar ularga ko'prik buzib yuborayotgan bo'lishi Qayiq, mumkin. qayiqdan. Qanaqadir transport, O'sha oddiy transportdan foydalanadi. haydovchilar o'shalar bo'lishi ham mumkin-ku. Ko'prik bo'lsa ularga Kimlar Qayiqchilarda, qayiqchi. Shu qayiqdan. oddiy yo'q, daryoda qayiq o'tmaydi, lekin ot yo eshaklarda o'tishi mumkin. Ashina egalari ham bo'lishi mumkin. Yo'q qilmaysan, zarar men pulga o'tkazyapman degandek turistlardan oddiy transport egalari o'tadi deyapti. Oddiy transport egalari. Asha tipa eshak yoki Vaqt yakuniga yetdi. O'zincha. Navjon aka, vaqt yakuniga yetdi. O'ylanib qoldingiz? O'ylanib qoldim. Endi javobni Dilshodbek beradi endi. Faqat o'g'illarga ishonyapsiz, Ularga ishonyapsiz. mashlar ishonyapman-da shularga. Dilshodbek, bizda variantlar ko'p bo'ldi. Endi mantiqan olib qarasak, haligi bu ko'prikdan odamlarda oson o'tishi kimdir baribir foyda ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Qarshilik qilyapti. Shu ot yoki eshakni
egalari shunaqa odam hayvon boqadiganlar ko'prik qurilishiga qarshi bo'lyapti. Foyda ko'ryapti chunki undan. Javobingiz? Ot yoki eshak egalari, boquvchilar egalari. Onalar qalbiga ishonib javob aytadi. Qayiq egalari deganingizda javobingiz noto'g'ri bo'lardi. Eshak egalari esa aniq javob berdi. Hisob ko'rib Daryocha degan gapni Saboxon opa, siz qayiq egalari dedingiz, bu yerda daryochalarda u qayiqlar unchalik emasda. O'sha Marokashda ham umuman yoki o'sha Afrika davlatlarida yozda qurg'oqchilik bo'lib turib, suvlar kamayib ketishi mumkin. Shunda aniq javob eshak egalari edi. O'sha eshak egalari ko'priklarni bir necha bor buzishib borgan, buning natijasida baribir o'sha eshak egalariga ehtiyoj ortib ketgan. Hisob yana tenglashdi Nabijon aka. Bizda keyingi raund 9-raundga yetib keldik. 9-raundda 4-raqamli savolni tanladik. 4-raqam ostidagi savolni Abduvohid Ahmedov yuborgan. Tafakkur intellektual o'yinlarining faol ishtirokchisi hamda savol yo'llovchisi. Demak, yana Afrikaga oid savol. O'tgan asr o'rtalarida Janubiy Afrika Respublikasida ushbu jonzotlarni ov qilish ommaviy tus oladi. Bunga sabab olmos konlarida ishlovchilar olmoslarni o'g'irlab chiqishda ulardan foydalanardilar. Ularning bunday ishlari ommaga ma'lum bo'lgach, odamlar ularni ommaviy qira boshlaydi. Albatta, hamma boylik ilinjida. Diqqat, savol, qaysi jonzot? Qunduzlarmi? Yer tagidan kirib olib chiqishadi. Afrikada yovvoyi hamma hayvon bor, ko'p hayvonlar bor. Kalamush bo'lishi mumkin. Qushlar, qarg'alar ham alindaqa lekin Otlar yetalab o'tmaganmi? Maymunlarchi? Yer tagida o'g'irlab o'zini uyiga haligi to'playdi. qo'ygan bo'lsa, endi olmosda g'ordan olib chiqadi, ashag'i ham bor anaqa. Janubiy Kunduz Afrika yoki yalqin degan. Janubiy Afrika qurug'ida yuruvchi jonzot. Kalamush, Kalamush bo'lishi qunduz, mumkin. qunduz, kalamush yoki qanaqa sichqon. Olib ketmaydi odam. yo'q. Kalamushlarni o'rgatgan bo'lishi mumkinmi? Olmosda olib chiqishgan. Ya'ni qunduz menimcha o'yin ham bor-ku. Qunduz olmos tilla teradigan o'yin ham bor. Agar yaxshi qunduz olmosga bir-biriga tushmasa kerak, tushsa kerak. Shunaqa o'yin ham bor. O'g'irlab chiqishda hayvonlardan foydalangan odamlar. Kunduzni o'rgatgandan ko'ra kalamushlar. Konlarda o'sha yo'q kalamush. Yovvoyi o'zi aslida yovvoyi kalamush menimcha qunduz bilan bitta narsa. Vaqt yakuniga yetdi. Kalamushlar. Konlarga. Saboxon opa muhokamalarni to'xtatamiz. Qunduz bu yoqda. Nabijon aka. Qunduzni bu yoqda. Motoragi. Ha, bo'laveradi. Kalamush. Nabijon aka. Javob kim beradi? Javobni Motora qizimiz beradi. Biz qunduzlar bo'lishi mumkin degan variantga to'xtaldik. Kirlarga ishonishni boshladingiz-a? Nabijon aka. Ha, navbatdan kelyapti-da. Lekin o'g'illarga ishonish kerak. Bu qunduzlar emas, qaysi hayvonni qo'lga o'rgatish oson. Bu kabutarlar edi. Hisob 5-4. Qarg'a kattaga yetaman. Anaqa degan. Qirg'in degan. Ha, bu ham bitta ma'lumot. Savollar qanday? Davlatbek. Savollar yaxshi. O'zimiz darajadagi savol. Muhim o'rnashda narsani o'rganib ketamiz. Rahmat. Bizda 10-raund. 10-raundga qaysi raqam ostidagi savol? Qaysi raqam qoldi bu yerda? 11-raqamdagi savolni o'ylaymiz ekan endi. Xo'p. Savol muallifi Farg'ona viloyatidan Otabek To'raboyev. O'rta asrlar Yevropasida savdo-sotiqning rivojlanishi italiyalik matematik olim Leonardo Pisano Fibonacci nomi bilan bog'lanadi. Fibonaccining ixtirosi bevosita Shimoliy Afrika bo'ylab sayohat qilgan kezlarida buyuk vatandoshimiz qomusiy olim Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning
ilmiy merosi va u asos solgan matematik qoidalarni chuqur o'rganganining samarasidir. Uning ixtirosi noqulay Rim raqamlaridan voz kechishga ham asos bo'ldi. Diqqat savol, Fibonacci fanga nimani olib kirgandi? Vaqt ketdi. Fanga boshqa ixtirolar, bitta narsa ixtiro qilganda, kasr sonlarmi? Yana qanaqa? Noqulay Rim raqamlaridan ko'ra Oddiy raqam. arab raqamlari ashundan kelib chiqmaganmi? Arab raqamlari Fibonacci Italiya. Fibonacci Italiya. Rim noqulaydan yana nima? Yo'qdan qandaydir arab raqamlari ashundan kelib chiqmaganmi ish qilib? Savdoda, lekin tarozi bilan Oddiy sonlar. savdo haqida ketyapti. Ha, to'g'ri. Matematika. Kasr sonlar ko'paytirish yoki qo'shish. Ular noqulay Rim raqamidan ko'ra qulayroq nima bor? Tovush, Fibonacci, ko'paytirish, tog' sonlar, juft sonlar, natural sonlar, Savdo sotiqda ayir nol boshlashda ishlatish. O'takda Xorazm qo'shgan nolni. Undan bilib turib, Nol qo'shmaydi. nol Fibonacci qilmaganda. Qo'shish va ayirishlar. Ashir, Sizlar uchun bir ajratilgan 1 daqiqa yakuniga yetdi. Hisob 5-4. Bu javobingiz sizni mag'lubiyat tomonga ham olib ketishi mumkin yoki Javobni o'zim berishga harakat qilib ko'raman. demak, topsangiz tenglashtirasiz, topolmasangiz Topolmasak ham bilim o'rganib ketgan bo'lamiz. Nima bo'ladi? Saboxon opamdan gap eshitmaysizmi? Ya nimaga eshitamiz? Bu yerga biz o'rgangani kelgan odammiz. Qancha bilim olsak, bu yerda bilim izlasak o'zimizga foyda bo'ladi. Bu keyingi o'yinlarimizga katta motivatsiya bo'ladi. Mana shu yerga kelgan o'zimiz ham hozir shu turishda biz. Javobni ayting. Javobimiz bizni hozir kelishgan anaqamiz bo'yicha, variantimiz, versiyamiz bo'yicha shotlardan foydalanganmiz burun. Uni qanday o'zbekcha varianti bor? Ko'p foydalangan shu anaqani kiritgan bo'lish kerak. Demak, sizlarni javobinglar o'sha sanoq sonlar kiritish, o'sha shot. Shot, ha. Ya'ni o'tgan asrda hisobchilar ishlatgan bir uskuna. Ha, shu uskuna. Hisob 6-4 muxlislar foydasiga. Bu Fibonacci fanga olib kirgan ixtiro 0 raqami edi. 0 raqami. Davlat dedi bordi nol. Nol raqami bor edi. 0 raqami. Mana shu 0 raqamini olib kirish natijasida mana noqulay Rim raqamlaridan voz kechildi. O'sha 0 raqami yo'q edi Rim raqamlarida. Shuning uchun bu katta ixtiro, bu ixtironi yaratilishiga bevosita o'sha buyuk olimimiz Muso al-Xorazmiyni ham hissasi katta bo'lgan. nima qilishgan? O'zidan bejiz boshda aytilmadim. Yevropada savdo sotiqning rivojlanishiga ham katta ta'sir qilgan. Lekin bu birinchi o'yin, birinchi oilaviy jamoaning tafakkur intellektual o'yinlaridagi ishtiroki, lekin birinchi o'yin bo'lsa-da ajoyib natija qayd etdinglar. Oilaviy jamoa Variant bizda bor edi. variant bor edi, lekin Mana shu o'sha bizning bu yerda to'g'rimiz. variantni tanlashda ham jamoa sardoriga ko'p narsa bog'liq. Dilshodbek, bugungi o'yin haqida qanday fikrdasiz? Bu o'yin juda ajoyib bo'ldi. O'zimiz kutilgan natijani oldik. Nol bo'lmadi har holda. Ko'p jamoalar ko'pincha ko'ramiz, 0 ochko bilan qaytgan paytlar ham bo'lgan. Biz katta tajriba oldik bu o'yindan. Saboxon opa, kelinlar nima deydi bugungi o'yin haqida? Kelinlar, Qaysi biri gapga usta? ikkalasi ham. Gapiring o'rtalar. Qiziqarli bo'ldi o'yinimiz. Oldingi o'yinlarni ham ko'rgandim, bularda ko'p qatnashadi shu Andijon telekanalida. Lekin bu safar yaxshi natija oldik. Yutkazgan bo'lsak ham. Marjon ham bugungi o'yindagi eng qiziqarli savol sizlar uchun qaysi savol bo'ldi? Hammasi bir-biridan qiziqarli. Ko'p narsani bilib oldik shu savollar orqali. Nabijon aka, bugungi o'yin haqida taassurotlaringiz qanday? Bugungi o'yin haqida taassurotlar bir olam. Chunki mana shu yerga yetib kelishimizni o'zi bitta motivatsiya bo'ladi bizga.
keyingi o'yinlarga bizga bosqich vazifasini o'taverdi. O'yindan qoniqdik biz. Bugungi oilaviy ishtirokingiz uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mamajonovlar oilasiga hamda mana shunday intellektual o'yinlarda viloyatda tashkil etiladigan oilaviy turnirlarda sizlarga muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Respublikadagi turnirlarda ham ishtirok etishlaringizni tilab qolamiz. Aziz teletomoshabinlar, bu tafakkur intellektual o'yinlarining 2-mavsumdagi birinchi o'yini edi. Hali o'yinlar yana davom etadi. Sizlardan esa bir-biridan ajoyib va qiziqarli savollar yuborishingizni so'rab qolamiz. Ekraningizning chap tomonida turgan manzilga albatta savollaringizni yuboring. Biz esa mana shu savollar asosida intellektual o'yinlarda bilimdonlarning bilimini sinab boramiz. Yana sizlar bilan intellektual o'yinlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.